Assalomu alaykum Zoir Avto muxlislar, sizlar uchun bugun Zoir Avtoga Nexia 2 legenda keldi. Faqat sizlar uchun. Bu eng qiziq joylar 2014-yil 1.6 Lux konditsioner mashinamiz. Faqat sizlar uchun bunaqasi faqat Zoir Avtoga bo'ladi. Mashinani bitta ko'ringlar, mashina dahshat. Balon qismiga kelayotgan bo'lsak, balonchalar pachka mashinamizdi. Salon qismiga kelayotgan bo'lsak, mashina dahshat. Bo'lsin, xalqqa bo'lsin, nimaga bo'libdi? Mashinamiz polni shumka bo'lgan. Bu eng qizig'i bu 2 silov shumka bo'lgan. Buni olasizlar, gulvarchani ichiga boqib, qilib yuraverasizlar. Passatgachalar bo'lgan mashin tayyor. Bunaqasi nech pul qo'yay? Mana Nexia minotgan payt keldimi deyman. 2014-yil 1.6 Lux konditsioner mashincham. Eng qizig'i bu konditsionerlargacha ishlab turibdi mashinani. Bunaqasi kamdan kam ko'p. $3800 yana savdosi bu. Egalarining telefon nomerini pastga qo'yaman, faqat tez telefon qilinglar. Bunaqasi kamdan kam.